O'zbekistonda 70 mingdan 80 minggacha sotilayotgan Palissade'imizni deyarli yarim narxiga olib chiqib qo'yganmiz. Mashinamiz ozgina avariyasi bor, asosan oldida rul airbag otgan, bu tomonda pataloy bilan bitta sidina otgan. Mashinamiz 9 mestali. Ko'rishlar mumkin. O'zbekistonga kiradi mashina 2025-8-oy, o'zi 2026 6-oyda qilliq bo'lgan, ya'ni sotib olgan egasi minishni boshlagan. Atigi 199 km yurgan xolos, deyarli yangi. Qilinadigan ishi mashitda, hadovoyda bitta amortizator alishar ekan xolos. Ichlari motorgacha o'tmagan. Mashina yurib turibdi. Ko'rishlar mumkin, antifrizlari ham joyida. Ketmagan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxini yozib qoldiraman pastda.